Assalomu alaykum barchaga qadrli aka-ukalarim va opa-singillarim. Sizlar bilan birgalikda salomatlik sari odil qadam amaliy yo'l loyihamizni boshlaymiz. Men sizga ko'pchilik odamlar aziyat chekayotgan, ko'pchilikni azoblab kelayotgan stomatit kasalligidan butkul 10 kun ichida tabiiy yo'l bilan xalos bo'lish yo'lini aytmoqchiman. Ushbu yechim mutlaqo tabiiy va arzon hisoblanadi. Men o'zimda doimiy stomatit kasalligi qiynab kelgan edim. Og'iz ichi yaralari, ovqat yeyish qiyin, dori ichdim, chayqadim, ammo yaxshilamadi. Keyin bir hafta mobaynida har kuni 2-3 bo'lak haqiqiy qora non yedim. Natijada yaralar butunlay yo'qoldi. Endi stomat chiqsa birinchi navbatda qora nonni eslayman. Bu mening shaxsiy tajribam. Lekin ish berdi. Siz buni aniq bugundan sinang. Qora non parhez taom bo'lib, uni doimiy tanovul qilishni tavsiya qilaman. Siz bilan boshqa kasalliklarni davolash yo'llari va qora nonni xususiyatlari haqida batafsil keyingi video roliklarimizda gaplashamiz. Siz bilan Faxriddin Akbarov bo'ldi.